Hammaga assalomu alaykum do'stlar, YouTube kanalimga xush kelibsizlar. Bu videoni public qilib qo'ymoqchiman YouTube'ga. Bu videoni qo'yishdan maqsad o'zimga 5 yildan keyin salom aytmoqchiman. Agar videoni ko'rib turgan bo'lsang, biror 5 yildan keyin ko'ramiz, nimalarga erishgansan, hayoting qanaqa bo'lgan. Shunchaki o'zim uchun yozib qo'yapman bu videoni. Bu video YouTube'ga chiqadimi, chiqmaydimi, buni o'zim ham aniq bilmayman. Lekin shuni maqsad qilib qo'ydim. Xudo xolasa katta natijalarga erishaman degan umiddaman. Yaxshi niyat, shunchaki yaxshi niyat qilib qo'ygan yaxshi. Ko'ramiz nima bo'lishini. 5 yildan keyin o'zimga shunchaki salom aytyapman. Hammasi yaxshi hozircha. Shunaqa gaplar, endi kelajakda maqsadlar nima bo'lishini o'zim ham aniq bilmayman. Lekin nimadir bo'ladi degan umiddaman. Lekin hozirdan harakatdaman. 5 yildan keyin o'zimga salom bo'ldi. Ko'ramiz nima bo'lishini. Mana hozir ko'rib turibsizlar, 107 ta obunachim bor, 39 ta 40 ta ko'rishlar soni. Boshlanishiga yaxshi. Bu yaxshi natija. Davom etamiz. Ko'rib turganingizdek, videoning maqsadi shunchaki o'zim uchun oldingi videoda ham aytib ketganman. YouTube'ga video qilishdan asosiy maqsadim bu shunchaki o'zimni progressimni dokumentali, shu dokument sifatida qilib borish uchun, shu kelajakda ko'rmoqchiman mana shu nimalar qilganimni. Shunchaki o'zim uchun qilyapman, bo'ldi. Hammalarga omad, charchamanglar. Video mabodo yoqqan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Kelajakda ko'rishguncha